Hurmatli opa-singillar, nima qilish kerak? Tekin sizlarga mato kerakmidi? Mana Xurshid Abzordan tekin matolar. Albatta videoni ko'rishdan like'lab bosamiz. Qanday tekin mato olishni sizlarga to'liq aytib o'tamiz. Sizlarning spes zakazlaring uchun mana o'zim Jizzaxdan Toshkentga kelib, shuncha mehnat qilib beryapman. Yana nima kerak sizlarga? Like bosamiz, videomiz bo'lsa obzorimizni boshlaymiz. Hurmatli opa-singillar, adres qayerda deb so'rasalaring, mana Abu Sahriy Masjid, mana bu tomonda mebellar reklama qilganman, ko'chani bu yerda gramlar reklama qilgan va gramda ko'chani bu yerga o'tganingizdan keyin mana ko'rib turibsizlar, mana mebel salon va Rose Gulim, Rose Home Textile klassik mebel. Xullas, mana shu yerda Toshkentning eng katta metrajlari mana shu yerda joylashgan, narxlari mana shu narxda ekan. Xo'p, akamizni bir salomlashib, bir xola so'rab qo'yar ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Kayfiyatlar? Ishlar tinchmi aka? Xullas aka, juda katta yangiligingiz bor ekan. Ha, bor. Qanaqa yangilik? Sizning obunachilaringizga mana kelib mana shu yerda 10 ta to'xtang. Hurmatli obunachilar, videomizga like bosasizlar, sizlarga tekin rulon qilib berish shartlarini sizlarga aytib o'tamiz. Albatta sizlarga videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaringiz, mana shu qancha kerak sizlarga matolar. Mana ayollar sevgan matolar hammasi mana shu yerda mavjud. O'shandan bittasi sizga tekin bo'ladi. Uning uchun siz videomizni oxirigacha kuzating va like'larni bosing. Aka, bo'lmasa qani bir boshdan matolar haqida tanishaylik, narxlar bor, eng arzoni, eng qimmati, o'sha haqida to'liq endi juda ham ko'p o'z tajriba bor. O'sha haqida bir chiroyli bir obzorchan qilib qo'yamiz. Bular mramor materiallarimiz, bular bambuk materiallarimiz, mana mramor materiallarimiz. Hop. Bular bambuk mramorlar? Ha, yo'q, mana tepadagi ular ana bambuklar. Mana bular mramorlar. Mramorlar. Mana bular dubayskiy deyiladi. Endi 120 mana to'y hashamda keladigan materiallar. Bu sababi nima dubayskiy deyishdi? Endi dubayskiy endi oldindan shu Dubaydan kelingan, olib kelingan bu narsalar. Endi 120 mana bu. Lekin bu o'zimizdan chiqadi yo Dubaydikimi? Yo'q, bular Xitoydan chiqadi. Dubay orqali keladi. Mana bular qayerdan keladi? Bular o'zimizdan chiqadigani ham bor. O'zimizdan chiqadigani bor. Xitoydan kelgan. Endi qarang, mana shu yerda eng arzon, eng qimmati qanday farqlaydi? Necha puldan narxi? Ha, bu yerda asosan sifatga qarab, mana shu hammasi 30 ming. Mana shu metr 30 ming. Ha, metr 30 ming. Mana shu qaysidan misolga 10 ta rulon olsalar, masalan, mana shu bundan 10 ta rulon olsalar, bitta rulon mana shu sizning obunachilaringizga sovg'a. Ana, hurmatli, bu endi asosan kimga bog'liq? Endi katta tikuvchilarga, katta mana shu metraj sotadiganlarga qarang. 10 ta metraj olasiz, sizlar uchun mana любой bitta metraj tanlab olasiz. Bepul, absolyutno bepul. Mana sizlar uchun mana shu narsani qildik mana. Va bu xullas metr 30 mingdan bular. Metr 30 ming. Mana bularchi. Bularning metri 30 ming bular. Bu ham 30 ming. Gap. Mana 30 ming. Va mana bular o'zimiz mahsulotlar, Bular ham metr 30 ming. Bular 30 ming. Ana. Qanaqa gul xohlasalar shuni chiqarib berishimiz mumkin. Mana bular ko'rsatib o'taman mana. Bular mahsulot hammasi O'zbekiston mahsulotlari. O'zimiz Gulim brendi nomidagi mahsulotlar. Endi Toshkent bo'yicha eng arzon joy deb aytsak bo'ladimi? Bo'ladi aka. Eng arzon joy. Mana qaynoq mana shu zavodda olgandek bu his qilib olib ketsalar bo'ladi. Xuddi zavod narxida. Zavod narxida aka, bizning zavod narxida. Mana bular Jazline deb nomlanadi. Mana ustiga zari bor. Bularning narxi 20 ming so'm. 20 ming so'm. 20 ming so'm. 1 metr. 1 metr 20 ming so'm. Addatonda Jazline hisoblanadi mana bu. Bular narxi 17 ming so'm. 17 ming so'm. Ranglari bor, 15 ta ranglar bor. Baxshi so'm. Va keyingi endi mana bu ham mramor hisoblanadi. Bular ham mramorlar. Bu o'zimizning mahsulotlar. Bu o'zimizniki. Svetdan ko'rsatiladi mana bibularni. Jaguar, sariq mana bibular. Hammasi bor mana. Sifat a'lo darajada. Bozorga qayerga ko'rsanglar shu bizlar mahsulotlar. Ular bozorcha sizlardan olib sotadi ular. Olib sotadi mana. Gulim deb hammasini mana. Misol uchun viloyatdan keladigan bo'lsam, bir pachkani olishim uchun shunaqa qilib beraverasizmi? Ha, shunaqa qilib beramiz. Bir pachkani ham. Ha, bir pachkani shunaqa qilib beramiz. Mana shu Gulim brend nomidagi bizlarning mana brendlar. Bemalol ko'rib bozorlarda bor, ko'rsalar bo'ladi. Mana bulardan bir ko'rsatib o'taylik. Ha, ko'rsating. Mana bu ochiq, to'g'rimi? Opa-singillar, metraj sizlar, mana sizlarga metraj, mana qancha kerak mana?
xohlagan turlaringda bor. Sizlar uchun mana kelib, mana Toshkentga kelib izlab, topib, sizlar hurmat qilgan holda videolar chiqarib o'tyapmiz. Mana videolar. Mana bular necha pul? Bu jazzayn zarli ular 20 ming aka. 20 ming. Ha. Mana bular boya 17 ming degan andatonimizda ustiga pechat gul bosilgani. Mana bu bitta bo'ladi bizga. Bular shu gul bosilganiga 18 ming so'm. 18 ming so'm metr. Metr 18. Bitta rulon necha pul chiqadi? Necha metr? Bitta rulon misolga 30 metr chiqadi. 20 mingdan bo'lganda 600 ming so'm, 18 mingdan 540 ming bo'ladi. Bitta rulon 540 ming. Va yana qaysilar ko'rsatamiz? Juda ham xullas vibr juda ham ko'p. Mana. Jan tashab turlar. Qancha kerak mana? Turli xilida. To'rt. Ochig'ini ham to'rt. Mana bu yozlik hisoblanadi. Gucci nomi. Bu Gucci brendi. Ular narxi 15 ming so'm. 15 ming so'm. 15 ming so'm. Asl sifat molda. Ha, Sifatiga gap yo'q. eng arzon necha pul sizda? Eng arzoni 10 ming so'm. 10 ming so'm ham bor. To'y hashamlarga bor, zo'ri bor, aksiya ketyapti. Ana. Yana sizlarga ham aksiya ham topib beryapsiz 10 ming so'mga mana. Mana bundan oladi, mana 10 ming so'm. Maslar. Mana. Faqat yuk kiyamiz buni. Bu faqat yuk kiyishga. Ishga ham hammasiga bo'ladi, zo'r, sifati zo'r. 10 ming sifatiga inshaalloh javob. Zo'r. Qayerda ishlab chiqaryapti bular? Bular Xitoyda ishlab chiqadi. Xitoyda ishlab chiqadi. 10 ming so'm. 10 ming so'm. Xohlagancha bor bular. Ha, endi topoviy materialni ko'rsating. Eng qimmat turetskilar bo'ladi. Yurang. Topoviylardan. Mana. Xullas kelaverasizlar. Abu Saxiy yangi qurgan masjiddan ozgina o'tganlaringda o'zi ko'chada ko'rinib turibdi. Mana shu mahsulotlarimiz jazdan shifon bar hisoblanadi. Mana shu eng topoviy trenddagi bular endi asosan bu hozir trenddagi mana miramirimiz, bu yozlik trenddagi. Ha, bu yozdagi. O'sha atlas olib. Qancha kerak opa-singillar material? Dastlabki qilib beramiz aka. Dastlabki ham qilib beramiz. Dastlabki. Telegram gruppalar bor. Telegramimiz bor. Nimamiz nomerimizni yozib tega qoldirib dastlabki qilib beramiz. Mana vibrlar. Mana. O, metr 35 ming so'm. Metr 35 ming so'm. Metr 35 ming. Toshi bilan. Toshi bilan. Toshi ham bor. Svarovskiy tosh. Mana. Yana nima kerak sizlarga? Opa-singillar? Metr 35 ming. Yana qanaqangi yangiliklar zo'rlari? Yana mana siz ana nima deydi? Mehmon bo'lib, yana kun davomida bizda har kun yangilik bo'ladi. Har kun yangilik bo'ladi. Har kun davomida yana. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga tushuntirib o'tdim. Tadbirkorlar kimda kim 10 pachka oladigan bo'lsalar, bir pachka bepul. Viloyatdan keladiganlar ham mana bir pachka olsangiz ham optimata qilib berishadi. Mana vibrlar juda ham ko'p. Boshqa joyga aylanib yurmanglar. Kelinglar, adres to'liq aytib o'tganman. Telefon qilib bog'laninglar. Mana nima deb qolasiz obunachilarga? Obunachilar salomat bo'lishsin. Mana bizani video obzorimizga layklar bosib, sizni podpiskangiz yana ko'payib, omadingizni berib, hamisha mana shu ko'pchilikni uzilmay salom alaykumimiz faqat beramiz. Aytganingiz kelsin. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan Xurshid obzor bo'ldi ekraningiz ortida. Sizlarni keyingi videolarimizni ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Boya aytgan gaplar hammasi shu joyda mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' omon bo'linglar. Rahmat sizga.